Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar, sizlardan har doimgidek vaqtlar yorib. Mana bugun biza Samarqandda nahor oshuna keldik. Qarindosh urug'lar bilan oshuni sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Like bosib qo'yinglar. Soat 6 nahor oshda osh yeb o'tiribsiz. Dilxonaga maza qilib Xorazmcha qo'shiqlar eshitib o'tiribdi bularni. Like to bosinglar dedi. Ha, shundan ko'rsatib beradi. Birinchisini do'stlar palov beriladigan, palovdan keyin go'shtdan keyin tushunki ish qilib degan ketgan mehmonlarni hurmat etib ko'rik go'sht islagan to'yda. O'zim 4mi 5mi 5mi mosulada bo'lar. O'kiz, kichkina o'kizlardan ajoyib ondan. Şamalan bo'lib turibdi lekin. Doğru ortadan non sular ortadan her kim sen meremey bilip at bilirsin meremi aslen artık endişedir. Joy getirdi, joy aytib turibdi. Yaxta yasab o'tiradi ekan. Yaxta ey Allah bolalar. Yerdiler bustan karam Haddine Ortada iki qatar boş, hamma gap ketdi. Baxta Paula, salom alaykum. Salatni bosyapsizlarmi? Tinmay bosyapsiz. Mana go'shtni bo'lyapti. Oshli go'sht shekilli bu, ha? Xorazmda ikki to'y bersa bo'ladi bu go'sht. Qayerdan Xorazmdan? Ha, Xorazm Savatda. Savatda qayerda? Stansiyadan. Baland ko'pirdan. Xorazmda ikki to'y bersa bo'ladi bu go'sht, to'g'rimi? 5 ta to'y qilamiz. Bir tonna 200 kilo go'sht. Oho. Bir tonna 200 kilo go'sht. Ha, tomnikimizni endi tomdan go'shtlar o'rtadan. Ha. Mana yana go'sht olib kel. Ha, onda go'sht. Nimalar bor ekan endi menyuda? Bir xil ovqat, ya'ni osh, bosib oldim. Bosib oldimiz. Ya'nidan boshqacha bo'ladi. Ha. Assortimentlar. Hozir mas hammasi shu yerda pishib turibdimi buni? Hozir ko'rasizlar do'stlar. Bosib oldimmi bu? Nima bu? Yaqin. Mayqa o'tini to'y. Mana shu yaxnami bu? Tushonkami? Bo'lmaydi. San'at olamida parvoz etkani lochin qarorlaring so'rmasin hargiz. Aziz do'stlar, mana Ogajon hamda Kuchvoy to'yga boshlangan yo'l Yerliklar so'lasin do'stlar bo'lgan Sojidjon Gapurov o'tayotgan mana shu kelin-kuyov to'yini chiroyli qilib boshlab. Bu ham oshmi? Istadiki bugun yaxshi Bo'ri aka, qancha osh bosdingiz bugun xudo xolasa? 200 kilo. 70 kilo bosdingiz. 200 kilo. 200 kilo bosdi. Zig'ir oshiga bosibsiz shekilli yog'iga. Zig'ir yog'iga bosgan. Kunlarda bog' bo'ston yaratib xalqimizga xizmat qilib kelayotgan barcha
Mana oz solib ko'rsatsin. Nurobod tumanida uzoq yillar rahbarlik qilgan O'g'ay, dona bo'lib tushadi bu. hurmatli mehmonlarimiz talabiga qilishgan. Endi go'shtni bosaveradi. Eng uzoq yillar 10 yildan ziyod Do'stlarga salom aytib bering. Ana kerak. xalqning uchun mehnat qilgan. Hurmatli mehmonimiz, hurmatli xonimlarimiz 200 kilo bosdi do'stlar. Mana shu o'rtada respublikamizdan vakil bo'lib kelib turib, jomiyada mana shunday bir eng ibratli maqolalar soniga kirib. Bu nima bu? Nurobodda juda Bostirmami? Qani bitta ko'rsataylik. Tashabbusi bilan kirib kelgan yana bir hokim bo'lamiz. Oho. Fazliddin aka Zoirovlarni men mikrofonimizga taklif qilaman. Marhamat, hurmatli qulonlar. Jamolxon Fazliddin Zoirovlarni mikrofonimizga tutib qolamiz. Xalqim, buyur menga yurishlaringni. Amring ado etay, to'g'ri jonim bor. Boshimga olay. Hokim keldi-ku dedik. Hokim uchun nelarda topiladi. Bu bayonda jon. Fikriga bo'lmasa zarracha qayg'u. Vaqti komil bo'lsa toli bekan, ko'rsa men ko'rmagan shodliklarni. Mana olma kelib turibdi nahar yosh. Qani bitta chalinglar-chi, ko'raylik. Qani chalinglar bitta ko'raylik. Oo! Toy ne bo'lsin da? Sınay ha. Sınay için bir like olsun. Mana buni aytsa bo'ladi. Xudo xohlasa, hokim bo'lasiz, navbat bersak bu vaqtlarda qochib ketmagan bo'lsa, hokim bo'lsin deyapman. Jom degan joy ekan bu do'stlar. Ha? Va xushlar. Azizlar hammani dehqonchiliklariga, chorvasiga baraka bersin. Bu yerda havosa bunday bo'lib turibdi, lekin baribir rizqni Alloh beradi. Rizq bor, shuni yig'ishtirib olib, bemalol qilsa bo'ladi. Sizlarga sog'lik, salomatlik ko'rganimdan juda xursandman. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Ishingdan shunday davom ettirib, endi oldida hurmat, izzatingni yanada yuqori. Rahmat hammalaringizga. Rahmat Eshonbo. Assalomu alaykum hurmatli aziz hamyurtlar, nurobodliklar, ayniqsa Jom qishlog'ini ahli. Haqiqatan ham Eshonbo juda to'g'ri gapni aytdilar. Nurobodda qancha mehnat qilinsa, shuncha obro' topadi. Bu Sirojiddin aka fermer bo'lib, tadbirkor yigitdir. Mana shu yerda mehnat qilib, xalqiga xizmat qilib, shamol ham o'tdi, zo'r shamol. To'y qilyapti. Albatta bu yoshlar baxtli bo'lsin. Ko'p farzandlari bo'lsin. Mana shunday to'ylar juda ko'p bo'lsin. Albatta bu Jom qishlog'iga yarashadi. Mana Jom kun sayin chiroyli bo'lyapti. Mana hozir yana masjidni ko'rib, yana ham masjid chiroyli bo'libdi. Albatta mana shu qishloqqa Alloh barakasini bersin. Hammaning uyida mana shunday to'ylar bo'lsin, xursandchiliklar bo'lsin. Hozir bu yerda biz mana shu Jom qishlog'i, Nurobod tumaniga xizmat qiladigan juda ko'p yaxshi insonlarni ko'ryapmiz. Hammalaringizni mana shunday to'ylarga buyursin. Sog' omon bo'linglar. Yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda doim biz yonlaringizda bo'laylik. Rahmat.
To'ng kesishmay razım boshlan. Ey ona toprog'ing, tabarruk to'proq. Ey orzu tog'ida porlagan chiroq. Eng mushkul kunlarni senga topshirdim. Eng yorug' kunlarda seni deb yondim. Rahmat hokim buvalar, har bir insonga ana shunday elim deb, yurtim deb yonib yashash nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Berdiqulovlar sulolasiga yana bir bora chin yurakdan to'ylar muborak bo'lsin. Xorazmchasidan bitta bo'lsin. Hozir bosing. Xorazmlik Sahnaga mehmonlar aziz do'stlar yana endi bu eng chiroyli udumlarimizdan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Shu qadrdonlariga sarpo yopish. Men Dulmurod Qorayevni, Abdurashid Do'stmurodovni, Ozon bilan chapangiz. Lazizjon Muqiyevlarni sahnaga taklif qilaman. To'yaga Marhamat chapangiz yonimga. ekan do'stlar. Dulmurod kelingizlar. Abdurashid aka keling, Abdurashid aka. Hozir Lazizjon keling. Xorazmcha qo'shishda qilsa TikToklar aytadi. Kelingizlar. Otajon deb bag'rim to'ldirgan, onajon deb shodon kuldirgan, farzandim uchun yozdim dasturxon. Aziz do'stlar, bo'lingiz mehmon. Marhamat, sarpolarni qabul qilib olasizlar. Muborak bo'lsin sarpolaringiz. Nazmon keling. Mehmonlar ham yap qoldi. Yana Muborak bo'lsin. bu yoqda hali sarpaga shu. Men nechun sevaman O'zbekistonni. U xo'roq. To'prog'in ko'zimga aylab to'tiyo. Nechun vatan deya yer osmonni. Muqaddas atayman talxo. Aziz do'stlar, mustaqil yurtimizni, mustaqil O'zbekistonimizni mana shunday aziz farzandlari borki, biz bular bilan hamisha faxrlanganmiz. Kelinglar, Shavkatjon Hamdamovning navbatdagi chiroyli kuy va qo'shiqlari ana shunday insonlarga, barcha mehmonlarimizga, aziz yurtdoshlarimizga baxshida aytiladi. Sen jo'shib kuylaysan qo'shiqlaringda. Olam armonlari mujassam hofiz, san'at olamida parvoz etgani, lochin qanotlaring so'nmasin hargiz. Marhamat san'atkorlar. Zo'rdan bo'ladi. Shamol ham zo'r bo'lib turibdi, qarang mana daraxtlari. Xorazmga boshlan. Do'stlar yayrab yashnamoqda zamonim, yashnayotgan zamona ko'z tegmasin. Barayotur unuq yo'ldan karvonim, rizqi unuq karvona ko'z tegmasin. Barayotur unuq yo'ldan karvonim, Ey Zohar aka, unuq karvona ko'z Xorazmchada aytyapti, ko'rdingizmi? Xorazmcha aytyapti. Ketdik. Kim halal yegan mavlamamiz, halqa xizmat yurur kasbi kavlamamiz. Buni olmaymiz o'zbek degan nomimiz. Yurori. Bo'pti, sog' bo'l. Geçishdan uzatib, shundatib, yaxshi bormi, yaxshi kelinglar deb qalada keladi. Elbay akam bilan Zulxon akam mana. Bizlarni oshnalar bo'ladi do'stlar. Xolos endi shundan ketaveramiz. Shuning bilan do'stlar videorolikimizni yakunlaymiz. Obuna bo'lib, like machalarni bosib qo'yinglar. Yana Ozon bilan Zulxon akam bilan nahor ashidan yeb chiqdik. Chaqil ovqat keldi. 4 xil keldi. 4 xil keldi. Qo'ri go'sht. Sen bir ketasan bu yerda yursang. Tezroq Xorazmga qaytish kerak. To'g'rimi?
kivi yaptı de. Adamda kivi yaptı. Artist Xorazmda. Ertesi Xorazmda kaçtı. Xorazmcha başlasan shaqirdatib aytaveradi. Hozirga mashinalarni yo'ratamasizlar. Dim ko'p mashin. Ertalabdan necha odam keldi taxminan? 2000 odam bor, ay? 1,5 million. Men 2000 odam kelib ketdi endi do'stlar. Ulan bu. Bizlar ham soat 6da ketmiz. O'zi 5:30-6 qaytargan ekan. Vaqtida kelib ketamiz ekan. Aman. Gapdan boshqa. Senki to'ldirdim. Zukdan muammo bo'lishi mumkin, ozgina aylashtirmishlar do'stlar. Shamol bo'lib turibdi axir bu yerda. Buzli shamol ajoyib. Biz Lasetti'de geldik. Paket ekan bu. 50 mingni yuribdi. 3-faiz so'ldi. Nurik. Yemem mal almak yanımcalarmış. Sağ selamet bollar. Gölgende görüşeceğiz dostlar.